Har bir inson o'zini uyiga eng yaxshisini olib ko'radi. Shu qatorda o'zim ham. O'zim uyimga Lareto brend ishi bo'lgan 2201 modelini xarid qildim. Obzorini bolagan bo'lsa, birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu pilisos nimaga tanladim? Bu pilisos umuman uyga chang chiqarolmaydi. Buni o'zinikida glandli filtri bor. Birinchi filtri balon turadi. Ikkinchi filtri bo'lgan bo'lsa, mana shu kolbani ichida turadi. Kolbani ichi top-toza. Hozir sizlar bilan birgalikda test qilib ko'ramiz, qay darajada musor va changlarni yig'a oladi. Pilisosimiz birga bir joydan shuncha musor va chang va sochlarni yig'ib bera oldi. Bu degani pilisos sifatliligini bildirib turadi. Bu pilisosimizning narxi $110. Toshkent shahrida ishlashimiz mutlaqo bepul. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham yaxshi hali oldindan hammaga rahmat.